Obul aparatdan palonchi pistonchi bir dokumentlarni ko'rib qo'yaylik. Dokumentda o'g'il bolasi bor. Sal ichibsizmi? Biz ichmaymiz. Biz hazar qilamiz. Bo'lmasa bir yaponskiy aparat kelgan yangi bir pudavaras. Qatta ichgansiz, kimni to'ydan kelyapsiz, hammasini ko'rsatadi. Haliga aparatni ro'para qilgan ekan, pudasak, puda uramiz-da. Desa, dring bring dring bring dring dring. Deb chiroyli muzika o'ynab, bu vaqtda aparatdan ovoz chiqibdi. Rulda o'tirgan mana shu qo'chqorov akam roza ham tortganlar. 3 butilka aroq ichganlar, zakskasiga sho'rba-dring yeganlar. Oldlarda Abduxal bo'lgan, orqalarida Matxovul bo'lgan. Ichibsiz bo'lmaydi, tushing, mashinani tortamiz. Ichmayman, men hazar qilaman, Bu kecha birontasiga pudatgan o'zingiz bugun chiqaryapkanmi? Men ichmayman. Qana odamsiz? Xotin bir puda var, isbotlab beraylik desa, yangam degan ekanlar, tring bring dring dring dring. Bir vaqt aparat yangam ham rosa tortganlar. 2 butilka shampanni Saodatxon Gulchehralar bilan birga ichganlar. Zakskasi shakarlab debdi. Aparatni qarang. Butun ekipaj mas tushinglar, mashinani tortamiz. Bo'lmaydi bunaqa bilan, ketavermaydi. Bu aparatingiz buzuq uka. Abdusattor. Orqa sidinada Abdusattor bog'chaga bormaydi, uxlab kelayotgan ekan, uyg'otib bir puda var. Tog'ayni aparatini buzuqligini isbot qilib beraylik. Abdusattor ham desa, tring bring dring dring. Abdusattor g'uras ham roza tortgan. 100 gram aroq ichgan, zakskasiga so'ska so'rgan. Haliga inspektor haqiqatan buzuq kerak. Bo'pti, ishonib-ishonmay oxir ama bir chekadan ketinglar, deb qolaveribdi. Akam yo'lda ketyapti, nima dermish xotinlarga? Xotin, yosh bolaga ichirmang deysan, foydasi bo'lar akammi?